Gapir. Assalomu alaykum, Isayev mebel obunachilari. Biz mana mebellar tayyor bo'lgani uchun obzor qilishga kirdik. Ko'rishingiz mumkin. Mana spanli komplektdan boshlaymiz. Eshiklarni ochib, uzun kiyimlar uchun. Eshiklari davchi mexanizm bilan jihozlangan. O'rtadagi spolka, tagida ikkita portla bor. Bu eshikni ochsak, kaltaroq kiyimlar uchun ichida kichkinagina sevchasi bor. Sevcha shunday qulingizni bekitib, arasiga olsangiz, bu hech kim topolmaydi ham ocholmaydi. Tasvirkalarga nima deysiz? Uch rang yonadi. Spanligimizni bosh tomoni yumshoq barq bilan qoplangan. Trimolarni ko'ring. Trimolarning ichlarida hech kim polka qo'ymayapti hozirgi kunda. Biz alohida shunga ham ahamiyat berib qo'ydik. Bonus so'raganlarga bitta stolchi bizdan bonus mana. Bu tasdiqmi? Yotoqxona mebelda nima qulaylik bo'lsa, hammasi mavjud. Bu yotoqxona mebelga, mehmonxonasiga ham komplekt kerak deb so'raganlarga buni troyka servantimiz mana bitta ko'rsating. Bu troyka servantimiz ichlarni ochib ko'ramiz. Bu ham 100% davutchi mexanizm. Hammasi. Ishlarni ochib ko'rsatib beraman, hammasini bitta-bitta. Boshqalariga nima deyapti? Boshqalari. Oynalarini qalinligini ko'ryapsizmi? Andijonda yangi qurilayotgan ko'prikdan baquvvat desam ishonasizmi? Albatta hazil. 30 kilo yukni bemalol ko'taradi. Kimga troyka kerak emas, bizga penal komod kerak deganlarga mana penal komodimiz ham tayyor. Bunisini ham qo'ying. Ishlari bu ham bir xil. Penal komodimiz. Polka qani, shogird? Polkani qatirmaysizlarmi? Bu tomonda polkalari bor, bunisiga hozir qatirishadi. Tomonlari ham bir xil. Buni ham bitta oling. Kimga ushbu komplektlar kerak bo'lsa, Isayev mebelga obuna bo'linglar, narxlarini o'zimiz aytib o'tamiz.